Va do'stlar, mana biz yangi qishloqqa yetib keldik va nihoyat, to'g'risi men juda charchadim, qondim ham, ochroq biroz. Do'stlar, xullas biza bu yerga, biron nima uy olishimiz uchun, ya'ni ovqat olishimiz uchun hozirda bizga hech qanaqa bir sharoit yo'q. To'g'risi men bu yerga bittagina yo'lim bor, ya'ni mana bunaqa va boyni uyi. Mana shunaqa boylarni, uyini o'marib va men ko'proq pul ishlashim mumkin do'stlar. Qaranglar qanday chiroyli uy. Lekin, bu uy hali tayyor emas ekan. No mayli. Tak, do'stlar, bu yerga hali odamlar yo'q ekan. Mana. Salom janob, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Keling, mehmon xush xizmat. Menga shu qishloqni boshlig'i kerak edi. Ha, u ko'pincha dala tarafga bo'ladi. Xo'p, rahmat sizga janob. Men esa ketdim. Do'stlar, короче, dilam o'yini juda ajoyib uy ekan do'stlar. Vau! Xullas do'stlar, biz albatta bu uyni o'maramiz. Ot bor ekan. Atak bu otni hozir ham olsak bo'ladi. Lekin bizga hali ancha pul kerak. Bu ot hech qancha pul bo'lmaydi. Do'stlar, xullas biza merni topishimiz kerak, bu yerni boshlig'ini. Qayerga ekan? Mana bu janobdan so'raymiz. Salom janob, yaxshimisiz? Bu yerni boshlig'ini ko'rmadingizmi? Alo, janob, yaxshimisiz? Boshliq qayerga edi? Xullas bu negadir gapirmadi bizga. No mayli. Lekin bizani cho'ta kuzatib turibdi adashmasam. No mayli do'stlar. Bizani cho'ta kuzatib turibdi-yu. Ha, mayli. Do'stlar, va mana uyni qaranglar. Nima yozilgan bu yerga? Sirli xona. Vav, do'stlar, qaranglar buni qanday joy. Vav, juda ajoyib xona ekan. Do'stlar, boylar ham ahmoq bo'ladi. Qaranglar, sirli xona deb yozib qo'yibdi. No mayli do'stlar, biz bu xonaga albatta kirib ko'ramiz. Bundan avval do'stlar, mana orqamizdagi uyni ko'rib turibsizlar, mana shu uyga kirib ko'ramiz. Atak, lekin boylar tezda ahmoq ekan do'stlar, qaranglar, sirli xona deb yozib qo'yibdi. Bu yerga albatta boyliklar bo'lsa kerak. Vav. Xullas, biz boy bo'lib ketamiz do'stlar, mana shu uyni xullas o'maramiz va biz albatta boshqa qishloqqa ketamiz. Mana bu eshik, xullas, ichkariga hech kim yo'qmi? Va yo'q ekan. Uyni ichiga kirib ko'ramiz va, xullas, negadir uyi kichkinagina va oddiyroq ekan. Va do'stlar, qaranglar qancha narsalar bor ekan. Bizaga albatta bu narsalarni hammasini olamiz do'stlar. Do'stlar, shunday boy bo'lib, uyini qaranglar qanday kichkina ekan. No mayli do'stlar, biza boyagi sirli xonaga kirib ko'ramiz. Albatta videoga like bosishni unutmanglar. Xonaga kirishni boshladik. Xullas do'stlar, sirli xonasi juda ajoyib ekan. Bu yer nega bir g'alati simlar va mana bu knopka. Knopkani bossak, vau, juda ajoyib xona ekan do'stlar. Bu yer yana bitta xona. Bu nima edi? Ha, mayli. Короче, nima edi bular? Vau. Bu menimcha bomba qo'ygan. Ha, haqiqatan ham boylar juda ahmoq ekan do'stlar, qaranglar. Atak bombani qo'yib, ustidan bunaqa toshlarni qo'yibdi. Biz portlamaymiz. Ha. Xullas, haqiqatan ham boylar ahmoq ekan do'stlar. Biz qanday kiramiz endi? Va mana bu joyga knopka bor ekan. Buni bossak, biz bu yerga o'tishimiz mumkin. Knopkani bosamiz va biz bu yerga o'tib olamiz. Va do'stlar, juda ajoyib. Xullas do'stlar, bu oddiy yer ekan. Biz shunchaki aldandik. Shuning uchun mana bu eshikni qaytadan ochib, biz orqaga qaytib ketamiz do'stlar. Bu bizani aldab tuzoq qo'ygan ekan. No mayli. Biz bu boydan anchagina narsa olib oldik. Mana bu narsalarni ham qo'parib ketsak bo'lar edi. No, kerak emas menga. Xullas, bu eshigi yopilsin va biz chiqib ketdik. Nega bu eshik yopilib qoldi? Voy, nimaga bunday yopilib qoldi? Jurnursin. Qanday chiqamiz endi do'stlar? Mayli, biz ham mana bunaqa narsani olgan edik. Nimaga bunday bo'lib qoldi? Voy do'stlar, biz qaranglar, mana bu orqali ham chiqa olmas ekan biz. Voy, qo'y, lekin mana shu yerga boyni kallasi ishlagan ekan. No mayli. Do'stlar, короче, biz bu yerdan chiqish oson yo'li. Qaranglar, boy mana bu joyini oddiy toshlar qilib qo'ygan ekan. Biz mana shundan foydalanib, bu yerlarni buzib, bu yerlardan osongina chiqib ketishimiz mumkin. Mana bu toshni olamiz va bu yerdan osongina chiqib ketishimiz mumkin do'stlar. Boyligi ham o'ziga silo. Короче, biz do'stlar, biz tezroq o'zimizga yashashimiz uchun uy topishimiz kerak. Bizga aytgancha merni yordami kerak bo'ladi. Mer qayerga bo'lsa, mana bu otni baribir ham o'g'irlab ketaman. Ha. Salom demoqchi edim, no mayli. Salom janob, yaxshimisiz? Menga xullas bu yerni boshlig'i kerak edi, ya'ni merni. Taniysizmi? O'zi merni. Alo, janob. Xullas bularga gapirganning foydasi yo'q. Bu qishloqlar nimagadir sal naynov ekan, ya'ni gapirsangiz ham javob qaytarmaydi. No mayli. Va mana bu bo'lsa kerak meri. Xo'y janob, bu qayerga ketyapti endi? Voy, kallangga sana, no mayli. Janob, yaxshimisiz? Men bu yerga yangi edim. Bu yerning meri siz bo'lasizmi?
Ha, men bo'laman. Xo'sh, xizmat. Sal ovozingiz g'alati ekan, no mayli. Xullas, qarang, mer menga mana shu joydan uy kerak edi. Ha, bizga ijaraga uylar bor. Sizga nechta pul atrofiga kerak uy? Menga hozirda pullar yo'q-u, mana bunaqa narsalar bor. Agar kerak bo'lsa sizga berishim mumkin. Pulni o'rniga ijaraga bersangiz, keyingi oyni albatta to'lar edim sizga. Mana bunaqa narsalarim ham bor. Oling, barchasi sizga. Uyingizni raqami 41. Xo'p, rahmat mer. Xullas, o'sa biz merdan uyni oldik. Chota mer sal g'alatiroq ekan, no mayli. Bizga qiziq emas, do'stlar. Xullas, 41-uy-da, menimcha 41-uy mana shu taraflar bo'lsa kerak. Voy, bu muncha daraxt. Bizning uyimiz shu yerga bo'lmasa bo'ldi, do'stlar. Qaranglar bu. To'xtanglar, mana shu joydan bo'lgan yaxshi, mana bu yerdan. Yangi uy quriladi, do'stlar. Bu uy qurilgandan keyin biz oilani uyiga o'g'irlikka tushishimiz kerak. Ya'ni mana shu joydan bizning uyimiz bo'lsa albatta yaxshi edi. Janob 41-uy shu yergami? Mana pastdagi uy. Xo'p, rahmat. Tak, do'stlar, mana bizning uyimiz va juda ajoyib. No mayli, do'stlar, qaranglar. Xullas, bu bizning uyimiz va mana bu yer ham bizga tegishli bo'lsa kerak. No ajoyib, do'stlar, qaranglar. Biz shunchaki aslahalarni o'rniga mana shu uyni oldik, do'stlar, qaranglar. Tak, buyuk, voy, bizga albatta ancha narsalar bor ekan. Olma 13 ta, 4 ta va bizga albatta pullar bor. Xullas, do'stlar, bu uy menga juda yoqdi, do'stlar. Xullas, men bu qishloqqa qolib, ya'ni ana bir oy ichiga mana shu qishloqqa yashab, ana boyni o'marishim kerak. Ya'ni yangi qurilgan uylarni o'marishim kerak, do'stlar. Lekin men bir oy ichiga men bu qishloqlarga yordam qilib, pul berib, xullas, og'zini yopib turishim kerak. No mayli, do'stlar. Xullas, men do'stlar uyga joylashib ham oldim. Do'stlar, videoni ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangiz, albatta videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar.